Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamdu sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salotu salomlar bo'lsin. Sizlar bilan haftalik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siratlaridan qilib kelayotgan darsimizni navbatdagi 30-suhbatimiz ekan. Inshaalloh bugungi suhbatimizda Ahzob jangidan keyingi vaziyat hamda Bani Mustaliq jangi va unda bo'lib o'tgan voqealar hamda Bani Qurayza jangi haqida ham sizlar bilan inshaalloh suhbatlashib o'tamiz. Vaqtimiz yetadigan bo'lsa, oshxonamizga qilingan tuhmat mavzusi haqida inshaalloh suhbatlashib o'tamiz. Ahzob jangi haqida o'tgan safargi suhbatimizda gaplashib o'tgan edik. Ahzob jangi bu islom tarixidagi eng muhim va sinovli voqealardan birisi. Qur'oni Karim bu voqeani Ahzob surasida batafsil tafsirlab beradi. Qur'oni Karim bu urush voqeasini faqatgina bir tarixiy voqea emas, balki har zamon, har makonda musulmonlar uchun dolzarb bo'lgan, muhim bo'lgan saboqlarni, ibratlarni beradi. Agar biz Qur'oni Karimda kelgan bu oyatlar haqida biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Alloh taolo Ahzob surasining 9-oyatida aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam taruha." Ya'ni ey iymon keltirgan kimsalar deydi. Ya'ni Alloh taolo butun mu'minlarga xitob qiladi. Allohning sizlarga bo'lgan ne'matlarini eslang. Haqiqatan Alloh taolo bu ummatga juda ham ko'p ne'matlarni ato etgan. Shu jumladan dushmanlar ustidan qiyin paytlarda berilgan g'alabalar ham Alloh taoloni bu ummatga bergan ne'matlaridandir. Qachonki dushmanlar sizlarga yetib kelgan edi, dushman har tomondan kelgan edi. Alloh taolo aytadiki, biz esa ularni shamol va siz ko'rmagan qo'shinlarni yubordik ularga deydi. Alloh taolo mana bu oyat karimada Ahzob jangini oxirgi g'alabasi haqida gapirib o'tdi. Mana shu ne'matni Alloh taolo sizlarga ato etdi. Endi bu ne'mat sizlarga qanday hosil bo'lganligini voqeani tafsilotlar bilan tanishgan holatda tushunasizlar deb undan keyin Alloh taolo qanday voqealar bo'lganligini aytib o'tadi. Hattoki bu yerda musulmonlar juda ham qattiq qiyinchiliklarni boshdan kechirishgandi. Ham ular jismoniy bo'lsin, ham ma'niy juda ham qattiq sinovlarda qolgan edi. Qur'oni Karim dushman kelishini shunday tasvirlab beradi: "Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum va iz zaghatil absar va balaghatul qulubul hanajira va tazunnuna billahi zununa." Qachonki ular dushmanlar sizlarga yuqori tomondan ham, past tomondan ham kelgandilar. Ya'ni sizlar qurshovda qolgandilaringiz. Shu paytda ko'zlar qalqib ketgan edi. Qalblar halqumga borib qolgandi qo'rquvning qattiqligidan. Alloh taolo bilan har xil gumonga ham borib qoldilaringiz deb mu'minlarning o'sha Ahzob jangidagi bo'lgan holatini bizlarga tasvirlab beradi. Albatta bu jang o'ziga yarasha katta bir ibratlar, foydalarni o'z ichiga olgan. Shulardan aytib o'tdik, mu'minlarni Alloh taolo ham jismonan, ham ma'nan qattiq sinovlarga yo'liqtirdi, ularni chiniqtirdi. Ana o'shanday bo'lgan qiyinchiliklar ortidan Alloh taologa yana ham yaqinlashishdi. Shundan Alloh taolo ularga nusratini ato etdi. Bu jang asnosida Alloh taolo munofiqlarni ham haqiqiy yuzini ochib berdi. Ya'ni munofiqlar na Allohga, na payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirardi. Bular aytib o'tdi ham: "Va iz yaqulul munafiquna vallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allohu va rasuluhu illa ghurura." Ya'ni munofiqlar, qalbida kasalligi bo'lgan, marazi bo'lgan kimsalar aytishardiki, Alloh va rasuli bizga aldov bo'lgan narsalarni va'da qilishadi deb. Bu haqiqatan kufr bo'lgan gaplar. Ular shuning uchun Alloh taologa ham, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ham iymon keltirishmasdi. Alloh taolo mana bu jang asnosida munofiqlarni haqiqiy basharasini mu'minlarga ochib beradi. Shu bilan birgalikda Alloh taolo bu jang asnosida mu'minlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ibrat olishga chorlaydi. Ularda aytib o'tadiki: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha val yawmal akhir." Sizlar uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallamda haqiqatan namuna o'rnak bordir deydi. Mu'minlarda o'shandek payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga
har o'rinda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashishni, u zotdan o'zlariga o'rnak olishlikka chaqiradi. Shunday holatlar bo'ldiki, haqiqatdan mo'minlar mana bu jang asnosida Alloh taolo maqtab o'tgan holatlari ham bo'ldiki, bularda aytib o'tadi: minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloha alayhi faminhum man qada nahbahu va minhum man yantaziru va ma baddalu tabdila. Mo'minlar orasida Allohga vafo qilgan mardlar bor dedi. Ularni ayrimlari shahid bo'lib ketdi, ayrimlari esa shahidlikni kutishyapti. Ular Allohga bergan va'dalardan hech narsani o'zgartirmadilar deb Alloh taolo mo'minlarni maqtab aytib o'tadi. O'shandek Alloh taolo bironta bir bu ummatni biron bir musibat bilan yoki qiyinchilik bilan yoki urush boshqa narsalar bilan sinaydigan bo'lsa, albatta uni orasida ko'p narsalarga e'tibor beradi. Bulardan mo'minlarning holati, ular bu narsani qanday qabul qilyapti, qanday itoat bor ularda, Alloh taoloning buyruqlariga qanday bo'ysunish bor. Mana shu narsalar bilan birgalikda orada bo'lgan munofiqlar, bular bu voqeani qanday kutib olishyapti, qanday bular bunga o'zlarini munosabatlarini bildiryapti. Shu bilan birgalikda Alloh taolo mo'minlarni ham uni orasidan holatlarni bayon qiladi, keyin ayrimlarni shahid qilib oladi, ayrimlarni esa yana ham bardavom iymonda mustahkam baquvvat bo'lgan holatida chiqishligiga yordam beradi. Ahzob jangi ham ayni mana shunday holatda bo'lib o'tdi. Oxir oqibat esa Alloh taolo mo'minlarga g'alabani berdi. G'alabani berganligi haqida Alloh taolo aytib o'tadiki: "Waraddallohu allazina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra wa kafallohu almu'minina alqital." Ya'ni Alloh taolo kofirlarni g'azablari bilan birga qaytarib tashladi. Yani o'tgan safargi suhbatimizda aytdik, Makka mushriklari katta bir maqsad bilan kelgan, katta bir adatda, katta bir qo'shin bilan kelgan, lekin hech narsaga erisha olmasdan mag'lub bo'lib qaytib ketishdi. Ularning ma'naviyatlari ham sindi. O'shandan Alloh taolo aytadiki, ular hech qanday yutuqqa erisha olmadilar. Alloh taolo ularni qaytarib tashladi. Hamda mo'minlarni hali jangga kirmasdan Alloh taoloning o'zi kifoya qilib qo'ya qoldi deydi. Katta jang bo'lgani ham yo'q, lekin bu jangda mushriklar mag'lub bo'ldi, ma'naviyatlari juda ham sinib ketdi. Musulmonlar esa bu jangda har tomondan, siyosiy tomondan bo'lsin, harbiy tomondan bo'lsin, yuqori kuchga ega bo'lishdi, obro' hurmat qozonishdi bu jangda. Musulmonlar g'alaba qilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda sahobalar o'zlarini xonadonlariga qaytishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyga kirib, yuvinib turgan paytlarida Jibril alayhissalom keladi. Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizlar qurollaringizni qo'ydilaringizmi? Biz esa hali qurollarimizni qo'yganimiz yo'q. Alloh taolo sizni ana bu tomonga, ya'ni Banu Qurayza tomonga borishingizni buyuryapti. Men hozir farishtalar bilan birga boraman hamda ularni qalblariga qo'rquv solaman deb Jibril alayhissalom ketadilar. Bu haqida Alloh taolo oyatda ham aytib o'tadi. Va anzalallazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim va qadafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna va ta'siruna fariqa. Sizlarga qarshi kofirlarga yordam bergan mana bu ahli kitoblar, ya'ni yahudlarni Alloh taolo o'zlarini qal'alaridan tushirib tashladi. Ularni qalblariga qo'rquv berib qo'ydi. Sizlar ulardan bir jamoasini o'ldirasizlar, bir jamoasini esa asir olasizlar deb aytib o'tdi. Bani Qurayza jangi boshlanyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomdan buyruqni olgan hamonoq Ali roziyallohu anhuni chaqirib sahobalarni jamlashga buyuradilar. To'plangan sahobalar bilan birgalikda Banu Qurayza qabilasi tomoniga qarab yurishga buyuradilar hamda Ali roziyallohu anhuga bayroqni tikib beradilar. Ali roziyallohu anhu askar bilan birga to'g'ri Banu Qurayzaga boradi. Borgan paytida yahudlarni hali o'zlarini kibridan tushmagan, o'zlarini juda ham yuqori ko'rayotgan holatda topadi. Musulmonlar haqida, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni haqlarida ham bo'mag'ur bo'lgan, yaxshi bo'lmagan gaplarni aytishar edi. Hech qancha vaqt o'tmasdan Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham u joyga yetib boradi hamda Banu Qurayza qabilasini musulmonlar qamal qiladilar. Bu holatdan yahudlar albatta junbushga keladi. Qiyin holatga tushib qoladi. Ular Avs qabilasida bo'lgan
Abu Lubaba roziyallohu anhuni o'zlariga yuborishni talab qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga odam yuborishadi. U kishi kelsalar biz u kishi bilan kelishuvlar qilardik deydi. Mayli deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Lubaba ismli sahobani ularni orasiga jo'natadi. U kishi borgan paytlarida yahudlar musulmonlarni uchun rahmini keltirish uchun ayollari, bolalarini o'zlaridan oldinga qo'yishadi. Bolalar esa, ayollar esa yig'layotgan, qiy-chuv qilayotgan holatda bo'ladi. Buni ko'rgan Abu Luboba haqiqatdan ularga biroz rahmi keladi. Yahudlar Abu Luboba bilan suhbatlashib, nima deb o'ylaysiz? Biz Muhammadni hukmiga rozi bo'laylikmi yoki yo'qmi deydi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yahudlarni qamal qilib turgan paytida ularni o'zini hukmiga rozi bo'lib tushishlariga majbur qiladi. Shunday deb ular Abu Lubobadan so'raganlardan keyin Abu Luboba aytadilarki, ha, u zotning hukmiga rozi bo'linglar deb qo'llarini bo'yniga ishora qilib, ya'ni sizlarni oqibatlaringiz halokat bo'ladi, ya'ni sizlar qatl qilinasizlar degan ishorani qilib ularga aytib qo'yadi. Shu ishorani qilgan hamanoq Abu Luboba biladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sirlarini bu yerda oshkor qilib qo'ydi. Ya'ni dushmanga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maxfiy tutgan ishni, ya'ni ularni o'ldirib yuborish ishini ularga bildirib qo'yadi. Shundan so'ng Abu Luboba o'zini kechira olmaydi-da, darhol o'sha yerdan to'g'ri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidlariga qarab boradi-da, u joyda o'zini ustunga bog'lab Allohga qasam ichib aytadiki, meni bu joydan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari kechirgan bo'lsalar, meni o'zlari kelib bo'shatadilar deb o'sha masjidga o'zini bog'lab turib oladilar. Bu gap payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetib borgan paytida u zot aytadilarki, ha, Abu Luboba meni oldimga kelmabdi-da, men uni kechirib yuborgan bo'lar edim. Modomiki endi u o'zini o'tga bog'lab aytgan gapini aytgan ekan, endi Alloh taoloni uni borasida hukmini kutib tashlab qo'yamiz deb aytadilar. Shundan keyin yahudlarni musulmonlar qattiqroq qamal qilishadi. Ularga hech narsani kiritmaydi ham, chiqarmaydi ham. Yahudlarni nima uchun musulmonlar bu darajada qamal qilishyapti? O'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tgan edik. Banu Qurayza yahudlari juda ham katta jinoyat sodir etishgandi. Musulmonlarga qarshi dushman bilan til biriktirib, kelishuvlarni musulmonlar bilan birga bo'lgan kelishuvlarni buzgan edi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytlarida yahud qabilalari bilan kelishuvlar qilgan. Ular bilan shartnomalar tuzgan edi. Shularning birisi, Madinaga biron bir dushman hujum qiladigan bo'lsa, yahudlar u dushmanga yordam bermasligi to'g'risida kelishib olishgan edi. Hamda kerak bo'ladigan bo'lsa Madinani birgalikda himoya qilish usullarini ham ko'rishlikni u kelishuvlarda aytib o'tishgan edi. Yahudlar esa o'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tdik, musulmonlar juda ham qiyinchilik holatda turgan paytida kelishuvni buzishadi. Hamda musulmonlarga qarshi, musulmonlarning ayollari, farzandlariga qarshi orqa tomondan hujum qilish rejasini ko'rib chiqayotgan bo'ladi. Ana o'shandan musulmonlar juda ham qattiq holatga tushib qolgan edi. Bir tomondan katta adatdagi dushman oldidan hujum qilishga shay bo'lib turibdi, orqa tomondan ham yahudlar musulmonlarga hujum qilishga shay bo'lib o'sha borasida rejalar tuzyapti. Haqiqatan juda ham qiyin holatda qolgandi, lekin Alloh taolo Nuaym ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni yuborib, u kishi dushman tomonidan kelib musulmon bo'ladi hamda o'zini zakiyligi bilan, juda ham ziyrak donoligi bilan dushmanni o'rtasida bir-biriga kelishmovchilik chiqarib qo'yadi. Ana o'shaning oqibatidan musulmonlarga bo'ladigan hujum bartaraf etiladi. Alloh taolo o'z tomonidan shamol yuboradi, juda ham qattiq sovuq holatlarni yuboradi dushmanlarga qarshi. Bundan keyin dushman Madinani tashlab ketishga majbur bo'ladi hamda yahudlar haqiqatan musulmonlar bilan yakkama-yakka holatda qoladi. Ana o'shandan keyin endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yahudlarni bunday qilgan katta jinoyatini oldida, ya'ni vaqtida bartaraf etishga harakat qiladilar. Hamda ular haqiqatan bunday qilgan jinoyatlari sababli o'limga mahkum etishligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam reja qilib qo'ygandilar. Yahudlarga qamal juda ham qattiq bo'ladi. Ular o'zlarining ittifoqchilari Avs qabilasini ishga solishga harakat qilishadi. Ya'ni Madinada
musulmonlardan ikkita katta qabila bor edi. Bular Avs qabilasi bilan Xazraj qabilasi. Yahudlardan esa 3 ta qabila bo'lgan edi. Ikkitasi bu joydan badarg'a qilindi, bitta Banu Qurayza qolgan edi. Shulardan Banu Qaynuqo qabilasi, yahudlarning Banu Qaynuqo qabilasi, bular Xazraj qabilasining ittifoqchilari edi. Avval islom kelishidan oldin Madinaga mabodo o'rtalarida urush bo'ladigan bo'lsa, Banu Qaynuqo qabilasi Xazrajga yordam berar edi, bu Banu Qurayza esa Avsga yordam berar edi. Banu Qaynuqo qabilasi haqida biz Badr jangidan keyingi voqealar mavzusida aytib o'tgandik. Xazraj qabilasidagi munofiqlarning kattalaridan birisi Abdulloh ibn Ubay o'rtaga tushib, Banu Qaynuqo qabilasini halokatdan saqlab qoladi hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'ndirib, ularni faqatgina Madinadan tashqariga chiqarib yuborishlikka erishadi. Banu Qurayza ham bundan umidvor bo'lib qoladi. Bizni ham Avs qabilasidagi ittifoqchilarimiz o'shanday yo'l tutsa yaxshi bo'lardi deb Avs qabilasi bilan o'shandek qilishlariga harakat qilib kelishuvlar qilish boshlaydi. Avs qabilasi ham o'z o'rnida Banu Qurayza yahudlariga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yengillik berishini, ularni afv etib, ularni ham xuddi Banu Qaynuqo qabilasini surgun qilgani kabi surgun qilib tashlashligini so'ray boshlaydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yahudlarni 25 kun qamal qiladi. Qamal kuchaygandan kuchayadi. Oxiri ular bo'pti deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hukmiga rozi bo'lishadi. Nima hukm qiladigan bo'lsangiz rozimiz deydi. Bu o'rinda Avs qabilasi ham aytganimizdek payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytishni ko'paytirib yuboradi. Ey Rasululloh, biz ittifoqchilarimiz bular, bizni oldin tarafdorlarimiz bo'lgan, bularga ham rahim qiling degan gaplarni ko'p aytib yuborishadi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaraydilarki, holat boshqacha. Shundan aytadilarki, bo'lmasa bunday qilamiz. Avs qabilasiga aytadiki, sizlarning o'zlaringizdan bir odamni tayin etib, o'sha odam ular borasida hukm chiqaradigan bo'lsa rozi bo'lasizlarmi deydi. Avs qabilasi albatta rozi bo'lamiz deydi. Biz o'zimizdan bir odamni hakam qiladigan bo'lsangiz albatta rozimiz deydi. Yahudlar ham xursand bo'ladi. Agar Avs qabilasidan bir hakam bo'ladigan bo'lsa, bizga ham degan yengillik tegib qoladi degan mazmunda ular ham xursand bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Avs qabilasining boshlig'i Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu ni olib kelishga buyruq beradilar. Ya'ni Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu Ahzob jangi asnosida jarohatlanadi. Jarohatlanganidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishini juda ham hurmat qiladi. Ya'ni Avs qabilasini boshlig'i bo'lganligi uchun, islomga ko'p xizmatlari singanligi uchun hamda o'zlarini masjidlarini yonida chodir qurib beradi. Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu masjidning oldidagi chodirni ichida davolanayotgan bo'ladi. U zotni tezda borib bir eshakka yuklab olib kelishadi. Yo'lda ham Avs qabilasidagilar, ey Sa'd, bizni ittifoqchilarimizga, hamkorlarimizga rahming kelsin, u bu deb juda ham u kishiga ko'p talablarni qo'yishib yoradi. Shunda Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu aytadilarki, ey Allohim, mana endi sen yo'lingda hech kimdan qo'rqmasdan haqni aytish vaqti keldi deb aytadilar. Undan oldin esa Ahzob jangi asnosida Banu Qurayza qabilasini ahd kelishuvlarni buzganligidan xabar topgandan keyin Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu jarohatlangan bo'lishiga qaramasdan Alloh taologa duo qilgan bo'ladi. Parvardigori olam, meni ko'zimni Banu Qurayzani halokati bilan xursand qilmaguninggacha jonimni olmagin deb duo qilgan bo'ladi. Haqiqatdan Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu Banu Qurayzani qilgan jinoyati qay darajada og'ir ekanligini anglab yetgan bo'ladi. Shundan keyin boradilar. Borib yahudlarga aytadi, sizlar boringlarda, men hakamlik qiladigan bo'lsam rozimisizlar dedi. Ular rozimiz dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ham so'raydilar. Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men bular borasida hakamlik qiladigan bo'lsam siz rozimisiz dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham albatta roziman dedi. Unday bo'lsa eshitinglar deb turib, u kishi aytadilarki, erkaklar hammasi qatl qilinadi, ayollar, bolalar asir qilib olinadi, mol dunyolari esa musulmonlarni orasida taqsim qilib beriladi deb hukm qiladi. Bu hukmni qilganlardan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar, 7 qavat osmonning ustida turgan Alloh taoloning hukmi bilan hukm qildingiz deb aytadilar. Yahudlar esa juda ham qattiq
qayg'uga tushib qoladi, bola chaqalari yig'i sig'i aytganda. Undan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayza qabilasiga bostirib kiradilarda, erkaklarni alohida, ayol bola chaqalarni alohida, mol dunyolarni alohida qilib hammasini to'platadi hamda ayol bolalarni Najd tomoniga olib borib, u tomonda sotib, uni puliga musulmonlar uchun Qur'on yaroq olish kerakligini qaror qilishadi. Mol dunyo esa taqsim qilinadi musulmonlarning orasida. Erkaklarni esa balog'atga yetgan hamda undan yuqori bo'lganlarini Madinada o'sha bir bozor bo'ladi, o'shanda chuqurlik qazib, o'sha joyda ularni qatl qilinadi. Bu qatl qilinishligi o'zi aslida ularni Tavrot kitobida agar inson shunday jinoyat qiladigan bo'lsa, harbiy holatda shunday xiyonat qiladigan bo'lsa, uqubati aslida bundan ham ko'ra og'irroq bo'lgan deb aytishadi. Lekin bu yerda aytib o'tganimizdek, haqiqatan Allohning ular borasidagi hukmi ularni, jangchilarni hammasini qatl qilinishligi, bola chaqalarni hammasini asir qilib olinishligi bo'ladi. Bu narsa demak shu bilan hal bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning orasidan bir ayolni, Hamna degan ayolni o'zlariga cho'rilikka oladilar. O ayol bir muddatdan keyin musulmon bo'lib, Hajjatul Vadodan keyin vafot etadi deb aytishadi. Bu ishlar barham topgandan keyin 6-yilning Sha'bon oyida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Xuzoa qabilasidagi Banu Mustaliq degan katta bir jamoadan Madinaga hujumga tayyorgarlik ko'rayotganligi haqida xabar keladi. Tezda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarning birini xabarni ta'kidlashlik uchun yuboradilar. U sahobiy ayni ular o'sha bir Muraysi degan bir quduq bo'ladi, o'shani atrofida askar to'playotganligi haqida xabarni kelib aytadi. Shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 700 ga yaqin askar bilan birgalikda u tomonga qarab yo'lga tushadilar. Banu Mustaliq qabilasi Xuzoa katta qabilasidagi bir guruh bo'lib, o'zi aslida Xuzoa qabilasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, musulmonlarga hamroh bo'lgan yoki hamohang bo'lgan, ularga ittifoqchi bo'lgan qabila bo'ladi. Xuzoa qabilasi. Kelishuvlar bo'ladi musulmonlar bilan o'rtasida. Faqatgina ularning orasida o'sha aytib o'tganimiz Bani Mustaliq jamoasi bu kelishuvlardan tashqarida bo'ladi. Ular istamaydi kelishuvga kirishga. Ana o'shalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hamda musulmonlarga to'satdan hujum qilish uchun askar to'playotganligi haqidagi xabar kelgan bo'ladi. Shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u joyga borib, o'sha Muraysi degan quduq oldiga borib, hali dushman to'laqonli suratda to'planib ulgurmasdan to'satdan hujum qiladi. Hamda erkaklarini o'ldirganini o'ldirib, qolganini asir oladi. U joydagi bo'lgan ayollar, bola chaqalarni ham o'zlariga asir olishadi. Mol dunyolarni o'lja qilib qaytishadi. Aslida bu oddiy bir o'sha paytdagi bo'lgan janglardan birisi. Lekin u jang asnosida muhim voqealar sodir bo'ladi. O'shalarga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Aytib o'tganimizdek, Muraysi qudug'ini oldida ular jamlangan bo'ladi. Ularni ustidan g'alaba qilgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bir necha kun o'sha joyda turadilar. Shu yerda bir noxush voqea sodir bo'ladi. Muhojirlardan birisi quduqdan suv olgani boradi. O'sha paytda ansorlardan birisi ham suv olgani borgan bo'ladi. Endi albatta quduqdan suv olishdan navbat bilan olinadi. Muhojir aytadiki, men birinchi bo'lib keldim, men olishim kerak desa, bu yerdagi ansoriy bo'lgan odam, yo'q, men birinchi bo'lib keldim, men olishim kerak deb o'rtada kelishmovchilik paydo bo'lib qoladi. Bu kelishmovchilik sekin-sekin janjalga aylanadi. Janjalga aylangandan keyin muhojir bo'lgan kimsa, "Ey muhojirlar" deb muhojirlarning o'zini tarafiga chaqiradi. Ansoriy bo'lsa shu paytda ansorlar deb ansorlarni o'zini tarafiga chaqiradi. Odam to'planib qoladi. To'planib qolib katta bir janjalga aylanib ketib qoladi bu narsa. Ya'ni tarafkashlik, tarafma-taraf bo'lib, demak gap so'zlar bir-biriga juda ham qattiq gap so'zlar aytilib qolinadi. Bu kattaroq bir fitnaga sabab bo'layotgan bo'ladi. Orada munofiqlar ham juda ham gap so'zni ko'paytirib yuborayotgan bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u joyga tezda keladilarda bu fitnani oldini oladilar. Bosti qiladilar. Hamda aytadilarki, sahobalarga, qanday qilib sizlar bunday holatga yo'l qo'yasizlar? Men oralaringizda bo'lsam, tarafkashlikka chaqirasizlarmi?
bu juda ham badbo'y bo'lgan narsa-ku deb sahobalarga qattiqroq tanbeh beradi. Shu bilan bu fitna bosiladi. Lekin askarning ichida bo'lgan ayrim munofiqlar ham bo'ladi. Shularning jumlasidan munofiqlarning kattasi Abdulloh ibn Ubay ham chiqqan bo'ladi. U munofiq o'zini gumashtalarini orasida shunday bir gaplarni aytadiki, ya'ni senlarga aytmaganmidim? Odamlarning orasida gap bor-u, itingni boqasan, oxiri o'zingni tishlaydi deb shunday gapni aytadi. Ya'ni bundan aytmoqchi bo'lgan gapi, bu muhojirlarga senlar, ya'ni atrofdagilarga aytadi-da, Madinaga borib ular qo'nim topgan, ansorlar ko'p yordam bergan bo'ladi muhojirlarga. Mana oqibati nima bo'ldi? Senlar o'shalarga kelganda yordam berishning oxiri mana o'zlaringga tashlayapti. Yordam bermasdan tashlab qo'yganingda ular boshqa joyga ketgan bo'lardi deb o'zlari atrofda bo'lgan odamlarga aytadi. Shu orada Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu ularga yaqin joyda turgan bo'ladi. U kishi bu gaplarni eshitadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shu zahoti borib, mana shunday bo'ldi gaplar deb aytib o'tadi. Ya'ni bu juda ham xatarli bo'lgan gap. Islom haqida, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqida juda ham qo'pol yomon gaplarni aytilgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darhol Abdulloh ibn Ubayni huzurlariga chaqiradi. Siz mana shunday gaplarni aytdingizmi deydi. U tonadi. Illo billo men bunday bo'lgan gaplarni aytganim yo'q deb tan olishni istamaydi. Lekin Alloh taolo o'sha paytda Munafiqun surasini nozil qiladi. Ya'ni munofiqlar deb nomlangan Qur'ondagi surani nozil qiladiki, bu surada bayon qilinishicha, demak haqiqatdan Abdulloh ibn Ubay o'shanday bo'lgan gaplarni aytgan, munofiqlarni, kirdikorlarni oshkor qilib Alloh taolo bu surani nozil qiladi. Shundan keyin Abdulloh ibn Ubay yana ham musulmonlarga nisbatan adovati kuchayadi. Hatto aytadiki, hali ko'ramiz dedi. Madinaga borganda Madinadan aziz bo'lgan odam xor bo'lgan odamni chiqarib tashlaydi deydi. Ya'ni aziz deb o'zini iroda qiladi, xor deb Muhammad sallallohu alayhi vasallamni iroda qiladi. Bu gap ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetib boradi, lekin u zot unga chora ko'rmasdan tashlab qo'yadi. Shunda o'sha Abdulloh ibn Ubay munofiqning o'g'li Abdulloh degan juda ham ajib bir sahobiy bo'ladi, yosh yigit. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib aytadi: "Ey Rasululloh, otam shunday gaplarni gapiribdi, undan xafa bo'lmang. Biron narsa qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana meni o'zimga ayting. Nima narsa buyursangiz o'shani qilaman" dedi. Yo'q, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Yo'q, otingga yaxshilik qilgin" deb u farzandini otasiga qarshi gechgizlamaydi. Shundan keyin musulmonlar Madinaga qarab yo'lga tushadi. Kelayotgan paytlarida to'xtab dam olish uchun bir joyga to'xtashadi, tushadi. U joyda bir muddat dam olishadi, oziq-ovqat qilib, boshqa qilib. Shunda Oysha onamiz bilan Ummu Salama onamiz safarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'ladilar. Oysha onamiz hojat uchun askar to'plangan joydan uzoqroq bo'lgan joyga borib keladilar. Kechga yaqin bo'ladi. Kelib o'shanday havdajning ichiga kirgan paytida atrofdagi Oysha onamizga xizmat qiladiganlar ko'rgan bo'ladi. Keyin Oysha onamiz kiradilar-u, bo'yinlarini ushlab ko'radi. Qarasa, munchoqlari yo'q. Tushib qolgan bo'ladi. Qaraydi topmagandan keyin o'sha hojatga borgan joyimga tushib qolgan bo'lsa kerak deb tezda borib kela qolaydi. Boradi. U joyda uni istab qolib qoladi. Qorong'i tushib qoladi. U asnoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam askarlarga buyruq beradi, ketdik deb yo'lga otlanib ular yo'lga tushib ketishadi. Havdajni ham atrofdagi xizmatkorlar ko'tarib uni joyga qo'yishadi. Unda Oysha onamiz bor deb o'ylashadi. Shu bilan bu askar yo'lga tushib Madinaga qarab ketishadi. Bir muddatda Oysha onamiz keladi. Kelsalar hech kim yo'q. Askar ketib bo'lgan, lekin sarosimaga tushmaydi. Xotirjamlik bilan o'sha yo'qolgan joyiga boradilar-da, o'sha joyda o'tirib o'ylaydilar. Askar keyingi to'xtash joyida qarasaki men yo'q bo'laman, kelib meni olib ketishadi degan o'y bilan o'sha joyda biroz yotib dam oladilar. Hattoki kech payt uxlab ham qoladilar. Bir sahobiy bo'ladi. Safvon ibn Muattal degan. Bu sahobiy uyqusi qattiqligi bilan tanilgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarlarda askarni olib ketadigan bo'lsa, turinglar deb turib,
Safon Muattal uxlab qolib orqada qolib ketaveradigan bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u sahobiy bilan kelishadi. Mayli ey Safon, sizni uyqungiz qattiq ekan, mabodo biz ketadigan paytimizda uyg'onmay qoladigan bo'lsangiz, bizdan keyin o'zingiz yetib olarsiz. Lekin qarang, ketayotgan paytingizda askardan biron narsa tushib qolgan bo'lsa, uni o'zingiz bilan birga oling deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u sahobiyga shunday deb aytgan edi. U sahobiy ham o'sha aytib o'tganimizdek dam olgan bo'yi qoladi. Shu bilan ertalab turib askardan tushib qolgan narsalarni olib ketay deb qarasa, bir ayolni ko'radi. Yaqinroq kelib qaraydigan bo'lsa, Oysha onamiz yuzidan ro'mollari tushib qolgan bo'ladi. "Ey payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollari-ku" deb, ya'ni Oysha onamizni oldin ham ko'rgan bo'ladi. Hech narsa demaydi-da, darrov tuyalarini cho'ktirib, Oysha onamizni unga o'tkazadi-da, yetalab askarni ortidan jo'nab boshlaydi. Musulmonlar kelgusi bir joyda to'xtashib dam olishayotgan bo'ladi. Bu Safon Muattal tuyalarni yetalagan holatda Oysha onamiz tuyaning tepasida o'shanday bo'lib kirib boradi. Kirib borgan paytida buni munofiqlar birinchilardan ko'rib qoladi. O'sha aytib o'tgan Abdulloh ibn Ubay juda ham qulay fursat topildi. Endi mendan qochib qutulib bo'psan deb ichidagi gina adovatini mahkam qilib tugib qo'yadi. Hamda Oysha onamiz borasida juda ham qattiq yomon bo'lgan gaplarni tarqatadi. Askarning ichida bir pastayla gap so'z tarqalib ketadi. Ya'ni yomon narsa tez tarqaladi. Bo'lib ham bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oilalari nomusiga taqalgan bo'ladi. Shu orada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gap so'z ko'payayotganligidan ketdik deb ularni Madina tomoniga olib ketib qoladi. Shundan askar Madinaga kelib keladi. Kirib kelgan zahoti Oysha onamiz qattiq kasal bo'lib qoladilar. Uyda yotib qoladilar. Tashqariga chiqish yo'q, faqat uyda kasal holatda qoladilar. Lekin tashqarida esa gap so'z juda ham urchayotgan bo'ladi. Munofiqlar asosan, shu bilan birgalikda ayrim sahobalar ham bu narsaga qo'shilib qoladi. Kichikroq bir shaharcha bo'lgandan keyin gap tez tarqaladi, erkaklar ko'chadagi gapni oilaga kirib aytadi. Xullas kalom hamma o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ayollar Oysha onamizni nomusi haqida gapirishayotgan bo'ladi. Demak, u bir sahobiy bilan qolib ketgan, uning ortidan esa ular turli hikoya, boshqa narsalarni to'qib olganlari ham bor. Ana o'shandan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ham qattiq qayg'uga tushib qoladi. O'sha asnoda vahiy ham kelishi to'xtab qoladi. Bir oy muddatda vahiy kelmay qo'yadi. Ko'chaga chiqadigan bo'lsalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odamlarda juda ham qattiq gaplar bo'lib ham munofiqlarga bo'lib bergan bu narsa, ular ichidagi bor adovatini shu narsa orqali to'kiyapti, odamlarga tarqatishyapti. Oysha onamiz esa bundan xabarlari yo'q. Shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayrim sahobalardan maslahat ham so'raydi. Birinchi Ali roziyallohu anhu dan so'raydi. Nima deysiz, nima deb maslahat berasiz Ali deganda, Ali roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qiynalayotganligini ko'rganlaridan aytadilarki, ey Rasululloh, bu ayoldan boshqa sizga yo'qmi? Boshqa ayollar ham ko'p degandek, ya'ni bu ayoldan qutula qoling, qo'yvora qoling, boshqasini ola qoling degan mazmunda aytib o'tadilar. Shuning uchun Oysha onamiz keyinchalik Ali roziyallohu anhuni unchalik yoqtirmay qoladilar. Ya'ni shu gaplari uchun. Usomat ibn Zayddan so'raydi. Ya'ni Usomat ibn Zayd roziyallohu anhu hali yosh yigit bo'ladi. Bir 15-16 atrofida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishidan so'ragan paytda siz nima maslahat berasiz deganda, ey Rasululloh, biz Oysha onamiz haqida, ya'ni ayolingiz haqida faqat yaxshi gap eshitganmiz. Lekin siz haqiqatni bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uni xizmatkoridan, cho'risidan so'rab ko'ring. O'sha unga yaqinroq ko'p narsani biladi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tezda Oysha onamizni xizmatini qilib yurgan Barira degan ayolni chaqiradi, undan ham so'raydi. Biron shubhali bo'lgan narsani sezdingmi yoki yo'qmi deb. U ayol ham aytadi, hech qanday bir shubhali bo'lgan narsani sezganim yo'q deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biroz ko'nglari taskin topib, ha yo'q, yaxshi deb keyin ommaga chiqib ham gapiradi. Ey odamlar deydi, men oilamni obro'si borasida juda ham qattiq gaplarni eshityapman. O'sha gaplarni qo'zg'ayotgan odamdan kim meni xalos eta oladi deb odamlarga gapiradi. Shunda
Usayd ibn Hudayr degan Avs qabilasidan kattalardan birisi aytadilarki, ey Rasululloh, ayting, kim bo'lsa ham agar u odam bizni qabilamizdan bo'lsa, o'zimiz uni kallasini judo qilamiz deydi. Agar bizdan emas, balki birodarlarimiz Hazraj qabilasidan bo'ladigan bo'lsa, unda ham buyuring, uni kallasini olib tashlaymiz deydi. Shu o'rinda Hazraj qabilasidan Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu ham o'tirgan bo'ladi. U zot tezda e'tiroz bilib aytadiki, sen yolg'on gapiryapsan. Sen uni o'ldira olmaysan deydi. Bilasan-da u bizning qabilamizdan ekanligini deb gapirib qoladi. Shunda Sa'd ibn Uboda bilan Usayd ibn Hudayr o'rtasida biroz gap so'z talashish bo'lib qoladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darrov ularni bosadi. Demak, shayton darrov kelib insonni mana shunday g'azabini qo'zg'ashligi, o'rtaga fitna solishga harakat qiladi. Ming aytaylik, insonlar taqvodor, ular juda ham oliy janob bo'lgan bo'lishiga qaramasdan, demak o'rtalarida mana shunday gap so'zlar qochib qolishligi bor narsa ekan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darhol u yerda vaziyatni yumshatadilar. Keyin hammasi biladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimni iroda qilayotgan ekanligini bilishardi. Lekin u zot uni nomini oshkor aytmagandi-da. U Abdulloh ibn Ubay edi. Hazraj qabilasidagi o'sha munofiqlarning kattasi bo'lgan Abdulloh ibn Ubay edi. Shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizdan xabar olardilar, lekin Oysha onamizga hech ham ichlarini yora olmasdi. Yaxshi muomala ham qila olmasdi. Faqatgina yaxshimisizlar deb hol ahvol so'rashdan nariga o'tmasdi. Oysha onamiz ham hayron, nega Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zgarib qoldilar? Nega oldingi g'amxo'rliklari yo'q? Hayron bo'lardilar. Kunlarning birida Ummu Mustah degan ayol Oysha onamizni oldilariga keladi. Ya'ni Mustah deb Oysha onamizning qarindoshi bo'ladi. Kambag'alroq odam bo'ladi. Shuni onasi Oysha onamiz bilan qarindoshligi bo'lganligi uchun kasal holatda men qarab turay deb keladi-da, ikkalari birgalikda kechki payt hojat o'tagani chiqishgan paytida yo'lda ayol sal qoqilib ketib qoladi. Shunda ha Mustah o'lsina deydi. Oysha onamiz hayron bo'ladilar-da, nega farzandingiz haqida unday gapni aytasiz? U yaxshi yigit u deydi. Mustah bo'lmay qolsin deydi. Uni gaplarini eshitmadingmi deydi. Nima gapini desa, keyin uyga kirib hammasini aytib beradi. Nima voqea bo'lganligini aytib beradi. Mustah radhiyallohu anhu ham ayni mana shu fitnaga qo'shilib qolgan bo'ladi. U kishi ham gap so'zni tarqatishda faollardan birisi bo'lib qolgan bo'ladi. Shundan keyin Oysha onamiz xabardan endi voqif bo'ldi. Qattiq yiqiladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'raydilar. Ey Rasululloh, menga ruxsat bersangiz, onamni huzuriga borib tursam o'sha yerda deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham ixtiyoringiz deb ruxsat beradilar. Oysha onamiz o'zlarini oilasiga boradilar. Ota-onasini oldida yig'layveradi. 2 kun tinmasdan yig'laydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar olgani boradi. Xabar olgani borib, xonadonga kirgan paytida Oysha onamiz, onalari, otalari bo'ladi. Shunda Oysha onamizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yotiqlik bilan tushuntiradi. Ya'ni ich to'la payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham alam deyotganda, gap so'zlari juda ham ko'payib ketganligi, Alloh taolo vahiy orqali hali bu narsani hal qilib bermayotgan payt bo'ladi. U zotni qalbida ham Oysha onamizga nisbatan ikkilanish paydo bo'lgan bo'ladi. Ishonch yo'qolib borayotgan bo'ladi. Albatta er-xotin o'rtasida bir-biriga bo'lgan ishonch ko'p narsani hal qilib yuboradi. Lekin gap so'zlarning ko'payganligi ortidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qalbida ham Oysha onamizga nisbatan gumon paydo bo'lib qoladi. Shunda o'tirib aytadilarki, ey Oysha, agar siz o'sha ishni sodir etgan bo'lsangiz, Alloh taologa tavba qiling, Alloh taolo tavbangizni qabul qiladi. Agar u ishni sodir etmagan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni poklaydi deydi. Oysha onamiz bu gapdan tushunadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qalbiga haqiqatan gumon kirib qolibdi. Ishonch yo'qolib qolibdi. U kishi qattiq yig'laydilar. Otasiga aytadi. Ota, javob bering siz deydi. Ya'ni siz meni pokligimni bilasiz degandek otasiga aytsa, Abu Bakr roziyallohu anhu nima deb ham aytaman deydi. Onasiga aytadi. Onasiz bo'lmasa siz javob bering deganda, men ham nima deyishimni bilmayman deydi. O'shanday bo'lib turgan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga oyatlar nozil bo'ladi. Nur surasidan 10 oyat nozil bo'ladiki, bu oyatlar orqali Alloh taolo Oysha onamizni pokligini bildiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyatlar nozil bo'lgandan keyin
aytadilarki, ey Oysha, xursand bo'ling, alloh taolo sizni pokladi, pok ekansiz deb aytadi. Ularni yuzlari yorishadi. Imom Oysha onamiz esa alloh taologa hamd bo'lsin deb juda ham xursand bo'lib ketadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib odamlarga bu oyatlarni tilovat qilib beradi. Haqiqatdan Oysha onamiz pokligini e'lon qiladilar. Keyin o'sha Nur surasida tuhmat haddi ham nozil bo'lgan bo'ladi. Ya'ni tuhmat qilgan odamlarga jazo suratida ularga darra urishlik haqida tushgan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu darra urishni ayrim o'sha ishda faol bo'lib qolgan 3 sahobiyga nisbatan qo'llaydilar. Ba'zan bo'ladi, ya'ni jamiyatda gap tarqalaversa, aytilaversa, ba'zan odam o'zi bilmagan holatda o'shanga sherik ham bo'lib qoladi. U ham u gapni unga borib aytadi, bu o'tirishda aytadi, oilasiga borib aytadi. Demak, u narsani haqiqatini hali bilmasdan, haqiqatdan u tasdiqini topadimi yoki yo'qmi, shunchaki mish-mish bo'lgan gaplarni tarqatishda oqibati yomon ekanligini mana shu Nur surasida ham Alloh taolo bayon qilib berdi. Demak, birovni ayblaydigan bo'lsa inson hujjat dalilsiz, uning uchun jazo suratda darra urilishligi to'g'risida ham oyatlarni nozil qildi. Bu oyatlarda Alloh taolo aytib o'tadiki, innallazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ya'ni bu tuhmatni keltirganlar sizlardan bir jamoa xolos. Uni o'zingizlarga yomon deb bilmanglar. Bu voqea bo'lganligi ko'p sizlarga ibratli holatlari bo'ldi. O'shandan Alloh taolo bir qancha hukmlarni nozil qildi. Haqiqatdan kimligi yana oshkor bo'ldi. O'shanday fitnalar orqali. Vallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim dedi. Ya'ni ulardan o'sha juda ham mutakabbir bo'lgan, o'zini yuqori tutgan munofiqlar haqida aytib o'tdik, ular uchun esa og'ir jazolar bor dedi. Lekin shu bilan birgalikda aytib o'tilgandek, ayrim sahobalarga nisbatan jazo ham qo'llanildi. Demak, musulmonlarning hayotida har xil voqealar bo'lib o'tgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarining oilasi borasida ham shunday tuhmatga qolganlar. Ya'ni odamlar hech kimni ayamas ekan. U payg'ambar bo'lsin, solih kimsa bo'lsin, juda ham taqvodor odam bo'lsin, mish-mish tarqalib qoladigan bo'lsa tarqalib ketaverar ekan. Hattoki tuppa-tuzuk bo'lgan odamlar ham u gapni ko'tarib yotar ekan. Ba'zida bo'ladi-ku, o'zimizda bo'lgan voqealar, tuppa-tuzuk, taqvodor bo'lgan, juda ham e'tiborli, ilmli bo'lgan, olim bo'lgan odamlarga narkotik moddalarini cho'ntaklariga solib, ulardan mana shunday narsalar chiqdi deb aytsa, yoki bo'lmasa har xil narsalarni ularga uylariga tashlab, cho'ntaklariga solib, ularga tuhmat qilingan paytida ayrim odamlar ham, biz bilmagan ekanmiz, bu qori akamiz bunaqa ishlar bilan shug'ullanar ekanda degan gaplarni aytganlar ham bo'ladi. Demak, odamlar isbotsiz tuhmat bo'lgan narsalarni ham tarqatishaveradi shunday. Demak, bu yomon narsa ekan. Shuni Alloh taolo bu oyatlar orqali, Nur surasidagi oyatlar orqali bizlarga bayon qildi. Nohaqdan insonni shunday ayblanishligi sabab bo'ladigan bo'lsa, unday bo'lgan odamlarga nisbatan jazo choralari qo'llashlikni Alloh taolo bayon qilib berdi. Haqiqatan jamiyatdagi tinchlik, omonlik saqlanib qolish kerak. Birovlarning hurmatlari, nomuslari toptalmaslik kerak. Odamlarga, demak, o'shandek xosatan solih, yaxshi bo'lgan odamlarga nisbatan tarqatiladigan, aybsiz bo'lgan odamlarga nisbatan tarqatiladigan mish-mishlar bo'ladigan bo'lsa, darrov u narsani haqiqatini surishtirib, agar haq bo'ladigan bo'lsa, uni borib nasihat qilish, nohaq bo'ladigan bo'lsa, shu zahotiyoq o'chog'ida uni bostirib, o'chirib qo'yishga harakat qilish kerak bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu oyatlar orqali bizlarga ko'p foydali bo'lgan narsalarni bayon qilib bergan. Mana Ahzob jangida bo'lib o'tgan voqealarni bugun suhbatimizda avvalda aytib o'tdik, qanday foydalarni Alloh taolo bu ummatga berganligini. Xuddi shu mana shu voqealar ortidan ham Alloh taolo ummatga ko'plab yo'l yo'riqlar ko'rsatdiki, bu narsa albatta payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining vafotlaridan keyin ham ummat uchun dasturul amal bo'lib qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotlari ana o'shandek, nafaqat kofir tashqi dushmanlar tomonidan, balki ichkaridagi munofiqlardan ham, iymoni zaif bo'lgan kimsalar tomonidan ham qattiq qiyinchiliklarga yo'liqardilar.
Shundan alloh taolo u kishini ko'p sabrga chorladi hamda sizlar uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallamda ibrat namuna bor deb aytib o'tdi. Mayli alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni alloh taolo o'zi kechirsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini mana o'rganib kelyapmiz. Albatta uni o'qib o'rganib o'zimizda hayotimizga ko'plab ibratlarni olishga hammalarimizni muvaffaq qilsin. Xato kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shanday bo'lgan zotlarni hayotlaridan o'rganib isloh qilishga Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Ularning yaxshiliklaridan alloh taolo hammalarimizga ham nasib etsin. To'g'ri, unday bo'lgan zotlar kabi amal qila olmaymiz, lekin u zotlarni yaxshi ko'ramiz. Qiyomatda esa inson yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Alloh taolo bizlarni ham ular bilan birga qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.